O'zbekiston yoshlari Yo'ldosh Oxunboyev haqida nimani bilishlari zarur? Eng avval men Yo'ldosh ota vafot etgandan keyin 5 yildan keyin tug'ilganman. 1943-yilda ular vafot etganlar. Fevral Siz oyida. 48-yilda tug'ilgansiz. Bizni oilamizda bu odam bir farishta odamdek bo'lgan va men buni nima uchun gapiryapman? Men Bobay bilan birga ishlagan odamlar bilan uchrashishga imkoniyatim bo'lgan va hech bir odam Yo'ldosh Oxunboyev haqida yomon gapirmagan. Poyezdlarni kutib olgan. Qaysi poyezdlarni? Eshelonlar kelganda. Eshelonlar kelganda o'sha evakuatsiyaga yuborilgan O'sha front oldi zonasidagi odamlarni, farzandlari bilan olib kelishgan. Bolalarni hammasini Ukraina, Belorussiya, Rossiyadan, chegaralardan. hammasini olib kelgan. Endi mana bitta sizga misol Shatoxin Slava Ha, bilasiz. albatta xabarim bor. Yozgan narsasi borki, bulardan oldin Rossiyaga olib borgan onasining qarindoshlarini ularni toshbo'ron qilishgan ekan. Va ular keyin O'zbekistonga ko'chib Farg'onaga kelgan. Farg'onada yashab, keyin Toshkentga ko'chib borishgan va shu bilan qolib ketgan. Siyosat shunaqa ediki, Usmon Yusupov, Oxunboyev ikkalasi borib shu bolalarni kutib olishgan. Demak, O'zbekiston yoshlari shu narsani bilish kerakki, aynan Yo'ldosh Oxunboyev Ikkinchi jahon urushida o'zini juda og'ir kasal, saraton bo'lishiga qaramasdan, o'sha evakuatsiyani front oldi zonalaridan tashkil qilgan. O'sha yerdagi odamlarni farzandlari bilan aynan O'zbekistonga ko'chib kelishini tashkillashtirib, millionlab odamlarning hayotlarini saqlab qolishda sababchi bo'lgan, to'g'rimi? Bittasi bu. Bu bittasi. Ikkinchisi Farg'ona kanali. Farg'ona kanali, shuni aytib bersangiz. Aynan Farg'ona kanali. Kimga rahmat deyish kerak? Farg'ona kanalidan foydalanayotgan odamlar. Ha, 45 kunda tayyorlashgan shunaqa kanalda. Zovurini. Oxunboyev o'sha yerda 45 kun bo'lgan Farg'ona kanalida.